Jigar, bu damazimizga galovka pirkiratga almashtirish qanchaga tushdi? Bo'lmasa ketdik. Chiroyli qilib hisoblab bering. Bo'rzi filtrimiz 15 ming so'm. Dinam remin 25 ming. Galovka pirkiratga 45 ming. Termostat 60 ming. Kirishga pirkiratga 20 ming. 3 ta svichamiz 60 ming. Zubchat remenimiz montaj tili bilan 130 ming. Agar uzilib ketganda klapillarni o'rib yuborardi. Birovlar buni ham qo'yib yubordik. Svicha kabelimiz 60 ming so'm. Koreyska hamma narsamiz.